Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, mana eksperiment qilish uchun bilak jemni mana bu holatda chekkasiga oddiy folga qildik. Tagiga ham folgadan to'shab har 10 santimetrga teshik qildik. Teshib mana shu holatda pH 6,5 bo'lgan torfga ko'mib qo'ydik. Bunisi 200 gramlik salafanlik stakanlar, mana tagida 3 ta teshigi bor. Ko'rinayotgan bo'lsa 3 ta teshigi bor. Probaga mana shu holatda qildik. Xudo xolasa endi erta bahorda unib chiqsa yana bir video qilib ko'rsataman, xudo xolasa. Mana qulpnaylarni ildizini o'stirish uchun mana shunaqa holatda ko'mib qo'ygandik. Mana ko'rinayotgan bo'lsa oq ildizchalarni chiqarib qo'yibdi. Xudo xolasa buni ham stakanga qilib, kasetalarga qilib nasib etsa urab qo'yamiz, xudo xolasa.